Bugun 30-yanvar O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning tug'ilgan kunlari. Xo'p, men o'zimni tashlasam mayli. Faqat oilamning taqdirini o'ylab yashasam u ham mayli. Lekin orqamda kim turibdi? Million odamlar turibdi. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bu insonni tanimaydigan odam o'zi bo'lmasa kerak. Mustaqilligimiz uchun, davlatimizning tinchligi uchun ancha mehnat ketgan odam. O'shaning uchun bugun eslagim keldi. Oxirati obod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin, haqlariga duo qilib qo'yili. Sizni hech qachon unutmaymiz. Faqat sizni ko'zimizda yosh bilan eslaymiz. Şanan günüm gün, yok gelsin, nalan günüm yok.